O'qish bittirish murosimiga xos kiyimni kiyishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. O'qish bittirganda kiydigan turkcha kap va jubba deydigan bir kiyim bor ekan. Bu shu kiyimni o'qish bittirganda kiysa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobiatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Universitet yoki magister, doktorlik o'qish bittirish murosimida kiyish dunyoviy odatga aylangan ton bilan shapkini kiyish joizdir. Bo'libmi, bu kiyim shu ilmiy murosim uchun kiyilsa, shar'iy jihatdan cheklanmaydi. Gerçi buni ba'zi olimlar bu o'ttir asrlardagi poplarga xos kiyim, ularga o'xshab kiyinish harom degan asosda cheklagan bo'lsa-mu, yana ba'zi olimlar bu kofirlarning diniy e'tiqodiga biror tariqat yoki biror millatning an'anasiga chetishlik kiyim emas, balki dunyo miqyosida akademik sohada urf-odatga aylangan kiyim. Buning bilan kafir musulmondan ayrilib qolmaydi. Buni kiyish kafirlarga o'xshab olish bo'lmaydi. Bu kiyim faqatla o'qish bitirganlikni ifodalaydi. Bu har xil dindikilar va kang musulmonlarga umumlashib ketgan shim kostyumga o'xshaydi, xolos. Kiygan musulmon o'quvchi ustozlardimi kafirlarga o'xshab olay degan niyat bo'lmaydi. Yig'ib aytganda buni kiyish mubah deb qaraydi. Darvaqa bu kiyimning poplarning kiyimi yoki kafirlarning ibodatiga aloqador kiyimligiga ta'kid yo'q. Aksicha, ba'zi tarixshunoslar bu kiyim Arab musulmonlarning ton yekteklari va Andalus madrasa va bilim yurtlaridagi talibul ilmlarning kiyimidan kelgan deb qaraydi. Chunki Yevropaning qorong'u asrlari bo'lmish o'ttir asrlarda bugungi Ispaniya tavasidagi Andalusda islom madaniyati intayin gullangan bo'lib, butun Yevropa ilm shaydolari Andalus bilim yurtlariga kelib, butun dunyoni ilmi bilan yo'ritgan musulmon olimlarning qo'lida falsafa, din, qonun, tibobat, astronomiya va injenerlik kabi ilmlarni tahsil qiladi. Tarixni varaqlig'imizda Yevropadagi tunji universitet hozirgi Italiyadagi Salerno shahrida musulmonlarning asib ketishi va ulardan o'rnak elinishi bilan Hijriya 227-yili, milodiya 841-yili qurilgan. Sharqdagi islom universitetlarining kengayishi natijasida keyincha Ispaniyaning Toledo, Sevilla, Ishbiliya, Granada, Cordoba qatorliq shaharlardami universitetlar qurilgan. Yevropalik o'quvchilar bu ilm yurtlarida o'qib, qaytishida arabcha ton yaktiklarini kiyib qaytgan va bu ularning musulmonlar universitetlarida o'qiganligining nishonasi hisoblangan. Vaqtning o'tishi bilan shu arabcha kiyim, ya'ni ton yaktaklar ta bugunga qadar ilm-fandagi yuz obro'yining belgisi bo'lib qoldi. Bo'libmi, universitet va institutlarda o'qish bitirish, dissertatsiya yaqlash, muhokama yig'inlarida o'quvchi va ustozlar ton bilan salla yoki taqiyya kiydigan bo'ldi. Sitsiliya qiroli 2-Rogermo qasrida va rasmiy so'rovlarda arabcha ton kiyatdi, arab so'zlaydi. Bu yana fan bilimlarini arab tilida o'rgatgan. Tarixchilarning bayonicha, Britaniyadagi Oxford va Cambridge universitetlari milodiya 321-yildan boshlab o'qish bitirish murosimlarida o'quvchilarning taqdir-turqida birdaklikni qo'lga keltirish uchun xilma-xil kiyimlarni cheklab, o'qish bitirish tonini birdak kiyishni majburiy umumlashtirgan. Yuqorida tilga olingan Andalusdagi islom bilim yurtlari va universitetlardan Andalus hakimi, atoqli kashfiyotchi va tunji bo'shliqda uchiqchi Abbas ibn Firnas, tashqi kasalliklar operatsiyasining asoschisi Abul Qasim Zahraviy, mashhur jug'rofiyashunos Muhammad Idrisi, buyuk hukuma va eng chong islom filosofi Ibn Rushd kabi dunyoviy olimlar yetishgan. Papa 2-Silvestr mushu universitetlarda o'qib, musulmonlardagi ilm-fanni arabcha egilib, Yevropaga handasa, hisob, matematika, jabr, algebra va astronomiya ilmlarini kirgizgan olimdir. Shuningdek, g'arbliklar Oxford,
Cambridge, Padova va Sorbonne universitetlarini qurishda Andalusdagi musulmonlarning universitetlarini o'rnak elishib qolmay, shu universitetlardagi kiyinish an'analarini qabul qilib o'zlashtirgan deyishnimi tarixiy jarayonga qaraganimizda butunlay rad qilib o'tkili bo'lmaydi. Valhasil, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'qish bitirish marosimlarida, maktab va universitetlarda o'quvchi va ustozlar kiyish odatlangan to'n va shapkani kiyish joiz bo'lib, shar'iy jihatdan cheklanmaydi. Vallohu alam bisavob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Hijriya 1445-yili 15-Muharram. Miladiya 2023-yili 2-avgust.